Latviyaga kelishingizdan oldin bilishingiz shart bo'lgan top 7 ta narsa va ma'lumot. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Latviyaga hamma tezroq kelishni o'ylaydi, lekin kelishdan oldin nimalar qilish kerak, nimalarga tayyor bo'lish kerak va qanaqa xatolarni oldini olish kerak, uni hech kim bilmaydi. Va bu xatolarni men ham qilganman va bu ma'lumotlarni men ham bilmasdim. Xatolarni qilib, yeb keyin mana o'rganganman va bugun bu narsani men sizga qaror qildim. E'tibor berishga va bitta kattakon ya'ni событие bo'ldi, событие yaxshi voqea bo'lmadi va shuning uchun bu videoni yozishga qaror qildim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'sha voqeani ham bilib olasiz va o'sha talabadan boshdan o'tgan nima desa bo'ladi, sinovdan keyin siz ham o'sha xatolikni oldini olish uchun shu narsalarni qilishingiz kerak. Unda o'rtoqlar, cho'zib o'tirmasdan hozir boshlayman. Hozir o'zida like qo'yasizlar videoga, chunki bu juda ham muhim. Boshida qo'ying, keyin podpisatsiya qilib qo'ying. Ko'pchilik videoni ko'rib podpiska qilmaydi va kommentariy yozib qo'ying. Ko'rdim opa deb yoki like qo'yib qo'ysangiz ham, kommentariy nimadir yozsangiz ham bu meni videolarimga juda ham katta foyda. O'rtoqlar, demak birinchi narsa, Latviyadan kelishingizdan oldin nima qilishingiz kerak? Hammaga aytaman va Instagramda ham buni qo'yganman. O'rtoqlar, Latviya Yevropa ittifoqiga kiradi. Demak, bu yer Amerika emas va bu yerda dollar ishlatilmaydi. Bu yoqda siz yevro ishlatasiz. Kontrakt ham yevroda. Birinchi qiladigan ishingiz, hamma yig'gan pullaringizni dollarda yig'ishni to'xtatib, hamma yig'ayotgan pullaringizni yevroga almashtiring va yevroda yig'ishni boshlang. Ya'ni pul yig'ganingizda ota-onangizga aytasiz, "Oyiman, demak Yevropaga, Latviyaga ketyapman. Yevropani har qanaqa davlatiga yevro bilan keling, dollar bilan emas." Bu birinchi fakt. Siz masalan kontrakt to'layotganda ham yevroda to'laysiz. Men dollarda yig'ganman, bilasizmi? Men o'sha payt kontraktimni dollarda yig'ganman va bankka borganimda, ya'ni shot menga hisob sizga yevroda keladi kontrakt to'lash haqida. Shunda siz butun kontraktingizni yevroda to'laysiz. Qo'lingizda dollar bo'lsa ham uni borib birinchi so'm sotib olasiz. Ko'ryapsiz, yutqizishingizni sizga keyin so'm berishadi, ya'ni kam miqdorda. Keyin o'sha kichkina miqdordagi so'mingiz bilan mana shuncha katta miqdordagi yevro sotib olishingiz kerak. Yutqizishni ko'ryapsiz, ya'ni har qanaqasiga yutqazasiz. Shuning uchun boshidan mana shu birinchi ma'lumotga qo'ydim. Yevroda pullaringizni yig'asiz. Agar siz Amerikaga ketayotgan bo'lsangiz, agar siz Yevropani har qanaqa davlatiga ketmoqchi bo'lsangiz, faqat yevroda. Bu birinchi narsa. Demak, birinchi, ya'ni muhim xatoni oldindan olish. O'rtoqlar, ikkinchi demak xatoni oldini olamiz va juda ko'p talabalar mendan so'raydi. Opa, birinchi oy kelayotganda qancha pul olib kelishim kerak va qancha yonimda bo'lishi kerak? Stress bo'lmasligi uchun, birinchi oyda menga yetish uchun, oyoqqa turib olishim uchun. O'rtoqlar, men sizga maslahatim, birinchi oy kelayotganingizda 600-700 yevro bilan keling, yevro bilan. 600-700 yevro bilan naqd olib oling qo'lingizga. Demak, shunaqa. Nimaga shunaqa 600-700 yevro ketadi? Birinchisi o'rtoqlar, kelganingizda baribir siz hostelda yoki kvartirada yoki qayerda turasiz va u yoqqa to'lov qilish kerak. Birinchi oylik to'lovini kamida 200 deb hisoblang uni. Kelganingizda siz produktlar olishingiz kerak. Produktlar. Keyin choyni, idish-tovoq, yana nimadirlar olasiz. Yostiq ham olishingiz mumkin va bunga umumiy qilganda yana 200 ketib qolishi mumkin. 200 plus 200 400 ketdi. Undan tashqari siz kelganingizda 3 oylik viza olasiz, ana endi 1 yillik ID karta olish kerak va unga 200 yevro ketadi. Boshida demak 200 yevro. Ko'rdingiz-a? Ya'ni 600 yevro уже ketdi. 600 yevro ketdi va 100 yevro qoldi. Проездной 12 yevroga bir nimalarga. Ya'ni birinchi oy demak siz 600-700 yevro miqdorida oling. Keyin balkim sekin-sekin u yoq bu yoqda ishlab, mayda-chuyda ishlar qilib, siz уже дальше qoplab olishingiz mumkin birinchi oydan keyin. Lekin birinchi oy sizda shu pul bo'lishi shart kamida. Demak, bu ikkinchi ma'lumot, ikkinchi bilishingiz shart bo'lgan ma'lumot. Uchinchisi, men qilgan xato va siz buni qilmang. Visa karta. O'zbekistondan visa karta Latviyada ishlaydimi? O'zbekistonda visa karta, master karta, O'zbekistondagi kartalar, Humo karta, UzCard aytmayman, visa aynan. O'zbekiston bankidan chiqarilgan ishlaydimi? Va yo'qqa pul solib olib kelish kerakmi? Yo'q, olib kelish kerakmi? Ha, o'rtoqlar, olib kelinglar. Men qilgan xato. Men
O'zbekiston bankidan ochganman, lekin man standart oddiysini olganman. Lekin menga gold, platinumni taklif qilishgan edi, lekin menga qimmatli qilgan va men oddiysini ochganman. Va o'sha u yoqqa kartamga 100 yevro atrofida solib kelganman. Ana endi demak, siz buni oldini olish uchun mani birinchi maslahatim, Visa karta hamma olib keladi va hammada bo'ladi. Iloji bo'lsa uni gold, platinum, ya'ni yuqori tarifdagini oling. Nimaga? Man oddiysini olganimda, standartini olganimda, bank aytmay, chunki bank sizlarni reklamangiz bo'lardi agar murojaat qilganingizda. Man o'sha hop mayli, Sanoat qurilish bankidan olganman va standart edi, oddiysi. Har bir to'lovimga Yevropadan kartoshka olsam, masalan, 5000 so'mga 6000 so'm komissiya olardi. 6000 so'm tiq 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 yechardi. 140 yevrolik to'lov qilganimda 10 yevro komissiya olgan. Yig'lab yuboradiganman. Bu menda oddiy karta bo'lgani uchun. Standart oddiy karta bo'lgani uchun. Demak, siz uchinchi qiladigan narsa, Visa karta olsangiz, uni Gold yoki Platinum oling va Latviyada bu ishlaydi va Gold Platinumda komissiya bo'lmas ekan, komissiya yo'q. Bu zo'r. Ichidagi dollar konversiya qilinib yevroda to'lanadi. Kattakon yutqizish bo'lmaydi. Demak, bu uchinchi narsa. Ha, Visa karta olib kelsa bo'ladi, ichiga pul solib kelsangiz bo'ladi, lekin demak, Platinum, Gold qimmatidan oling. To'rtinchi xato. Latviyaga kelganingizda ko'pchilik bilmaydi qanaqa pul saqlash. Bizda O'zbekistonda hamma o'rganib qolgan, ya'ni naqd pul o'zimda bo'lsa, uyda tursa, yastonda tursa, xavfsizroq. Bu yoqda siz chet eldasiz. Birinchidan chet elda bo'lasiz va qayerda yashaysiz, kim bilan yashaysiz, qo'shnilaringiz kim bo'ladi? Agar ko'pchilik hostelda turadi, dormitoriy yoki yotoqxonalarda va u yoqda har xil bo'ladi, har xil qo'shnilar. Demak, va shunda talabalar ko'pgina pulini, hamma hujjatlarini, hamma qimmatbaho narsalarni o'zi bilan olib yuradi. Va mana shu voqeadan keyin men qaror berdim, bu haqida video qilishim shart degan. To'rtinchi narsa, ko'p pul olib yurmang. Nimaga? Bitta talaba menga bir kun telefon qildilar, o'tgan kuni, bugun iyun oyi, 20-iyun, 18-iyunda telefon qildilar, yozdilar, opa, Hilol opa, Zagran pasportimni yo'qotib qo'ydim. Nima qilsam bo'ladi? Voy, qanaqa yo'qotdingiz, nima qildingiz? Opa, faqat Zagran emas, yashil pasportni ham, ID kartani ham yo'qotdim. Prava ham ichida edi va katta miqdorda pulim ham bor edi dedilar. Qanaqa yo'qotdingiz dedim va qancha pulingiz bor edi? Opa, hamma dokumentim ketdi, sumkamda edi. 3000 yevro atrofida bor edi dedilar. 3000 yevro. Men uni O'zbekistondan, Turkiyadan ishlab olib kelgan edim, o'sha pulim ketdi dedilar. Ya'ni bu 1 yillik kontrakt narxi deyarli. Qanaqa qilib yo'qoldi? Hamma pullarimni, dokumentlarimni men o'zim bilan sumkada olib yurardim va ishxonamga o'qishdan chiqib bordim. Ishlaydigan joylari kabobxona, kafe, restoran va u yoqda kassaga sumkamni qo'ydim dedilar. Kassaga, o'sha kassir qiz yonidagi sumkaga va o'zim borib o'tirdim. O'tiradigan joylar bo'ladi, shunaqa divanchiligi, borib o'tirdim, telefonimga chalg'idim. O'tirganimda sumkamni borib qarasam, yo'q joyda dedilar. Sumkam yo'q, hazillashdimi deyaptilar, kurs ishxonamdagilar so'rayapman, yo'q, ko'rmadim deyapti. Keyin kameralarni ochib qarashsa, orqalarida o'sha talaba orqasida o'tirgan bitta odam kelib sumkani olibdi. Sumkani ichida demak 3000 yevro, ID karta, Zagran pasportlari, yashil pasport, butun hujjatlar va naqd pul. Naqd pulni qaytarishni уже iloji yo'q. U odamni topsa ham naqd pul bo'lmadi deya oladi. Ya'ni nima qilish kerak? Nimaga hostelda qoldirmaganlar va hostel turadilar ular? Nimaga hostelda qoldirmaganlar? Diqqat bilan eshitamiz. Buni ham bilishinglar kerak. Hostelda kartali rejim, kartani bundoq qilasiz, tiqasiz, ya'ni va ochiladi eshik. Kalitli emas, ochiladi. Hostelda demak pul o'g'irlashlar yoki xonaga pichoq bilan o'sha pichoq bilan ochib kirish bo'lgan ekan qo'shnilariga va ular pullarni saqlash uchun o'zlari bilan olib yurganlar. Demak, o'rtoqlar, siz qiladigan ish ko'p naqd pul o'zingiz bilan olib yurmang. Bu 4-xato. Naqd pulni ko'p o'zingiz bilan olib yurmang va shunda 5-decision, bu yoqda решение chiqadi. Nima qilish kerak unda? Qayerda pulimizni saqlashimiz kerak? Xonada qoldirsak xavfli ekan, o'zimiz bilan olib yursa ham yo'qolishi mumkin ekan. Nima qilish kerak? Shunda
faktda 5-chi ma'ni beradigan yo'l-yo'riqni diqqat bilan eshiting. Hozir mana shu yerda hammada savol bo'ladi: "Opa, bu qaysi hostel ekan, qayerda ekan?" degan. Bu N budjetni hostel, nomini aytib o'tirmayman, chunki antireklama bo'ladi va baribir talabalarim shu hostelga joylayman, chunki bu N arzoni va N budjetnisi va N suitable variant bo'lgani uchun, demak, mana shu hostel. Endi qanaqa qilib siz o'zingizni himoyalasangiz bo'ladi va nimalar qilish kerak? Ya'ni agar shunaqa bo'lsa, shunaqa holatda. Ana endi 5-chi muhim fakt va 5-chi narsa bilib olishingiz kerak bo'lgan va eslab qoling, yozib oling qayerqadir o'zingizga. Demak, Latviyaga kelganingizda siz 1,5-2 oydan keyin ID karta olganingizda Latviyani banklaridan hisob raqami ochtiring. Обязательно. Albatta qilishingiz kerak bo'lgan narsa. Latviyani banklaridan hisob raqami ochtirishingiz va hamma pullaringizni ana o'sha yerda saqlasangiz bo'ladi. Ana endi bu juda katta mavzu. Latviya banklari, men o'zim ham demakki, Latviya banklarida 3-4 yil oldin hisob ochtirish mutlaqo tekin bo'lgan xorijiy talabalar va xorijdan kelganlarga ham. Lekin 2000 hozir aytaman 2022-yildan boshlab Latviyani butun banklari xorijiy talabalar va xorijdan kelganlarga hisob raqami ochish pulli bo'lgan. Ya'ni 150 yevrodan 300 yevrogacha. Hisob raqami, ya'ni bankdan hisob ochtirish, karta ochtirish deydi, hisob ochtirish. Demak shunaqa. Masalan, Latviyada bir nechta banklar bor: Swedbank, Citadel, Luminor. Latviyadagilar o'sha biladi, agar siz ko'rayotgan bo'lsangiz. Ana men sizga hozir yo'l o'rgataman va bu hozir 2025-yilda, ya'ni действует, agar 2026da o'zgarib qolmasa va keyingi yil o'zgarmasa, o'rtoqlar, men o'zim Latviya banklaridan o'tgan yili 2023-yili tekinga ochtirganman. Tekinga Luminor bankdan ochtirganman. Lekin eslab qolamiz, Luminor bank tekinga ochib beradi. Men o'zim so'raganman va buni ochtirganman. Agar men talaba bo'lib ochtirganman. Agar sizni ishchi shartnomangiz bo'lsa, qayerdadir rasmiy ravishda ishlasangiz, o'qib ishlasangiz, siz chunki 20 soat ishlash huquqiga egasiz-ku, demak 20 soat ishlash huquqiga ega bo'lsangiz, demak siz Luminor bankidan tekinga hisob ochtira olasiz ana o'sha shartnoma bilan. Siz shartnomani olasiz, ID karta, загранпаспорт, mana shu 3 ta hujjatingiz bilan Luminor bankka telefon qilasiz va joy olasiz u yoqdan. Ya'ni registratsiya qilasiz, borib konsultatsiya olishga. Borib keyin konsultatsiya olayotganda siz o'sha aytasiz: "Men demak Luminor bankidan karta ochmoqchiman, счет ochmoqchiman" deb. Keyin sizga заявление, ya'ni ariza to'ldiriladi. U yoqda borib o'tirganingizda ariza to'ldirishadi va ishchi shartnomangizni ko'rsatasiz. Ishchi shartnomangiz bo'lsa, demak sizga tekinga ochishadi va men yana so'raganman, talabalarga talabalik shartnomasi bilan ochib beriladimi? Chunki u stipendiya olish kerak, masalan, deylik Erasmus stipendiyasi yoki masalan deylik grant yutib oldi, balki ochish kerak deb shunaqa so'raganman aylantirib. Yuborib ko'rsin, harakat qilib ko'rsin, balkim положительный bo'lib ochilar deyishgan tekinga. Demak, siz o'qishga kirgan shartnomangiz bor-ku, ana o'sha learning agreement bilan ham Luminor bankiga yozilavering, boring va ochtirishga harakat qiling. Ariza topshirish tekin, ochib bersa, shartnoma o'qish shartnomasi bilan ochib bersa, ochishdi. Ochmasa mayli, unda pulga ochtirasiz. Harakat qilib ko'ring. Agar sizda рабочий ishchi shartnomangiz bo'lsa, 20 soat qayerdadir ishlasangiz, o'sha kabobxonada ham ishlasangiz, iltimos qiling, menga shartnoma qilib bering, ochtirmoqchiman deb bankdan. Demak, shu narsa qilishingiz kerak bo'lgan narsa, 5-chi narsa, bankdan ochasiz va keyin diqqat bilan eshiting. Bankdan hisob ochganingizdan keyin, mana sizga mana shu chizib ko'rsataman. Hisob ochdingiz, sizda mana birinchi hisob bor. Birinchi hisobda deylik o'sha 3000 yevrongizni saqlaysiz va sizda ikkinchi hisob ham bor. Ikkinchi hisobda 50 yevro, 100 yevro turadi va unga karta ulangan bo'ladi va butun magazinlarga borganda ana o'sha kartani ishlatib sotuvlar amalga oshirasiz. Lekin u yoqda kam summa turadi. Va mana bu hisobdan 3000 yevrolik hisobingizdan bu yoqqa pullarni tashlash tekin. Siz pullarni bundan yuborib turasiz. Har hafta 100-200 tashlab qo'ysangiz. Mabodo shu karta sumkangizda bo'lib, sumkangizni o'g'irlab ketib yo'qotib qo'ysangiz, ya'ni sizni yo'qotadigan summangiz 3000 emas, 50 yevro, 100 yevro bo'lishi mumkin. Mana shunaqa qilib siz o'zingizni himoyalasangiz bo'ladi. Moliyaviy savodxonlik, bu ham o'rtoqlar, moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Bu juda ham muhim.
siz o'zingizni anaqa qilib yurishingiz kerak, himoyalab yurishingiz kerak. Demak, banklarda pul saqlash xavfli emas. Ular banklar yopilib ketib, pulim yo'qolib ketsa, unaqa degan narsa yo'q. Va sizni hisobingizga kirish ham qiyin bo'ladi. Siz ham osonlikcha kirmaysiz. Masalan, man sizga aytaman, man Latviya bankida Luminordan ochganman va hisobimga kirib, pulimni tekshirish yoki uni pulni bu счетdan bu счетga o'tkazish uchun ancha knopkalarni bosib, kodlar kelishi kerak, telefonim kod keladi. Man o'zim biladigan parolni teraman. Keyin ochaman. Ya'ni bu narsa man o'sha parolni bilishim kerak va u narsani qilishim kerak. Ya'ni buni faqat siz qila olasiz. Demak, bu 5-narsa moliyaviy savodxonlik va bankda, Latviya banklarida hisob ochtirish. O'rtoqlar, demak, 6tasini aytdim. 5-si bu Latviya bankidan karta ochish edi va ko'p naqd pul olib yurmaslik edi. Va 7-ma'lumot, siz Latviyaga kelishingizdan oldin bilishingiz shart bo'lgan ma'lumot, Revolut, Wise, Paysera, Paysent mana shu onlayn ishlatiladigan moliya pulga aloqador application ilovalar nima qanaqa, ozgina shularni haqida o'rganish, ozgina shular haqida eshitish, o'rganish va kelganda so'rash, ma'lumotlar qidirish. Atrofimda odamlar yuribdi, sal shovqin, chunki kutubxonadaman. Doimgi sevimli va videolar oladigan joy milliy kutubxonadaman. Xo'p, o'rtoqlar, demak, Latviyaga kelishingizdan oldin siz birinchi Revolut nima o'shani o'rganing. Revolut bu onlayn bank. Siz onlayn bankka kelganingizda ID karta olganingizda ochittira olasiz va masalan Luminor, mana bu Shvedbanklar pulli ochdimi, hamma ham 200 yevro, 150, 300 to'lab bank karta ochittira olmaydi. Bankdan hisob raqami, lekin siz Revolut kartani mutlaqo 0 yevroga ochittira olasiz. Ya'ni tekinga ochtirib, siz butun Yevropada komissiyasiz pullarni o'rtog'ingizga tashlay olasiz. Ularni oylik ola olasiz u yoqqa. Revolut kartada masalan, Revolut kartadan siz boshqa yoqqa yubora olasiz pul, masalan Yevropadagi boshqa o'rtog'ingizga deylik. Demak, shunaqa borib o'sha kartasi bo'ladi, ularni to'la olasiz magazinlarda. Minus taraflari bor. Revolut kartaga masalan naqd pul sololmaydi. Revolut kartaga masalan oyiga 200 yevrogacha tekinga pul chiqarsa bo'ladi, yechib olsangiz bo'ladi. Va Revolut kartani onlayn bank bo'lgani uchun uni qanaqadir fizicheski borib eshigini ochib ofisga kiradigan bank yo'q uni. Sizni support qiladigan, texnik support qiladigan faqat onlayn. Siz message yozasiz, xat yozasiz, nimadir muammo bo'lsa va o'sha yerda sizga javob berishadi. Qanaqadir borib, yuzma-yuz konsultatsiya oladigan narsa yo'q Revolutda. Demak, shunaqa. Va Revolutda demak ko'proq siz internetda o'qing, o'rganing. Men Revolut ham ishlataman. Men kelishimlar Revolut ochganman va Revolutdan xafa joyim yo'q. Jahlim chiqqan joylarim yo'q. Lekin u yoqni ham nima xavfsizligini oxirigacha qilmagan joylarim ham borda. Mana shu yerda men aytaman sizga, men ham yo'qotish bo'lganmanda ham yo'qotganman. Men ham pul yo'qotganman. Men kartam yo'qotganman. Именно Revolut kartamni yaqinda yo'qotdim. Aprel oyimida ko'chada yurgan edim, kurtkamga kiygan edim va kurtkamga hamma kartalarim, ID karta, hamma kartalar kurtkamga solib cho'nchaga solib qo'ydim. Va yo'lda nogahon telefonni oldim, gaplashdim. Uyga qaytib kelganimda ham 3-4 soat o'tdi. Kartam bormi yo'qmi tekshirmadim. Tekshirolmaysiz-ku 5 minutda. Keyin uyga borsam, qarasam, shu onlayn приложениеga kirdim, kartamni qaramadim. Приложениеga kirdim, hisobni olish uchun, ya'ni bitta talabam o'rniga pul to'lab qiluvdim va o'shani anaqasini olish uchun, ishqilib qog'ozini olish uchun. Keyin kirsam, приложениеga kirdim, applicationda har bir ishlatilgan to'lovingiz, har bir kelgan va chiqqan pullar ko'rsatiladi. Qarasam 100 yevro atrofida ishlatganman. Mayda juda qanaqadir kofe, kafenya, magazin, parfyumeriya magazin, mana shunaqangi kosmetik magazinlardan olib nimadir olganman 35 yevroga va общий 100 yevro, 130 atrofida ketilganda ko'zim chiqib ketdi. Chunki o'sha kuni men bir sim ham ishlatmagandim va o'sha kungi sani расходlaring deb chiqib turibdi-da. Yuragim dukunlashib boshladi va o'sha kuni men yaqindagina o'sha hafta Revolutda pul yo'qotganlar haqida videolar YouTube'da ko'rgandim. Va yuragim dukunlab boshlab, Revolut kartamni joyida muzlatdim, zamorозить qildim. Muzlatgan anaqasi bor, funksiyasi bor. Kartangizni muzlatib qo'yish. O'sha paytda o'zimni qo'lga olib muzlatdim va kurtkamga yugurdim va o'sha yerda demak men ko'chada chiqqanda aylanganimda o'rmonda
tushirib qoldiribman, kartam tushib qolibdi. Va Latviyada emas, endi butun Yevropada beskontaktniy platёж bor. Siz kartangizni shundoq terminalga qilsangiz to'laysiz. O'zbekistonda ham bor-ku. Shundoq terminalga qilsangiz to'laysiz va shunaqa menga yoqib qo'ygan edim. Pin kod so'ramaydigan qilib. O'sha ichida 400 yevro ham bor edi. 100 yevroni ishlatgan olgan odam, kartamni topgan odam shundoq qilib ishlaturgan. Demak, beskontaktniy platёж yoqilgan edi. Mana shu yerda ham siz yo'lini oling, xatoni oling oldindan. Beskontaktniy platёжga limit qo'yib qo'ying. Agar beskontaktniy platёж qilsangiz, limit qo'ying. Kuniga masalan 15 yevro, 20 yevro, 30 yevro. Mabodo kartangiz nogahon tushib qolsa, bilmaysiz-ku, men ham qancha Parijlarda yurganman, tushib qoladi, yo'qotaman deb o'ylamaganman. Mabodo shunaqa yo'qotib qo'yib tushib qolganingizda, topgan odam 15 dollargacha, masalan 15 yevrogacha, 20 yevrogacha ishlata oladi. Undan keyin to'xtaydi. Yoki ikkinchisi, siz Revolut ochganingizda Apple Pay degan narsa bor. Siz telefoningizni qilganingizda, apparatga qilganingizda siz to'la olasiz va Face yoki parolni kirgizib to'la olasiz. Unda sizga umuman karta kerak emas. Demak, shunaqa yo'llari bor. Shunaqa Paysend nima, Wise ishlatadi, Paysend ishlatadi, har xil anaqalar bor. Paysend bor masalan. Siz O'zbekistondan turib, Latviyadan turib, oyingizga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, oyingizga kartasiga Paysend orqali jo'natsangiz bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi mendan. Opa, uyimga pul chiqarishim kerak, kartamdan, revalutimdan qanaqa chiqarsam bo'ladi? Paysend yoki Profi. Men Paysendni to'xtatib, Profiga o'tdim. Chunki Paysend komissiyasi qimmatroq bo'ldi. Profi arzonroq komissiya bo'ldi va Profi nima o'rganing. Ya'ni siz Latviyadan turib, Yevropadan turib O'zbekistonga Profi orqali yoki Paysend orqali pul jo'nata olasiz. Demak, shunaqa onlayn ilovalarni, finansiy, moliyaga aloqador narsalarni o'rganib turing. O'rtoqlar, demak sizga men hozir top 7 ta ma'lumotlarni aytib o'tdim. Keling, men sizga hozir tezgina eslab olamiz, nimalar qilishingiz kerak. Demak, birinchisi dollarda emas, yevroda pul yig'ing. Ikkinchisi, kelayotganda 600-700 yevro bilan keling. Naqd pul olib kelsangiz bo'ladi yoki keyin shu yerda qo'shib o'taman, agar O'zbekistonda viza karta bo'lsa, u yoqqa 100 yevro, 100 dollar bilan solsangiz, 100 dollar примерно hisob olib kelsangiz yetadi. 100-150, undan ko'p solmang. Kerak emas. Naqd pul olib keling boshida. Ko'p ko'chada Latviyaga kelganingizda hamma naqd pulingizni o'zingiz bilan olib yurmang. Banklarda pulingizni saqlashga qo'rqmang va o'rganing. Viza karta ishlatsangiz bo'ladi va O'zbekistondan viza karta olib kelsangiz, Gold, Platinum katta qimmat tariflardan olib keling. Komissiya to'lamaysiz, to'lovlar qotganda. ID karta olishingiz bilan Latviya banklaridan hisob ochishga harakatini boshlang. Barcha pullaringizni demak bitta kartada saqlamang, ikkita hisob raqamida saqlang. Demak, buni boya eshitdingiz. Va Revolut nima, Wise nima, Paysend nima, Profi nima, bularni o'rganing, ChatGPTdan so'rang. Plus minuslarini hozirdan o'rganib, o'zingizga qanaqadir ma'lumotlar to'plab boring. Siz O'zbekistonda bo'lgan paytingiz ko'proq vaqtingiz bo'ladi bularni o'rganib, research qilishga. Demak, o'rtoqlar, demak top 7 ta Latviyaga kelishingizdan oldin bilishingiz shart bo'lgan va oldin olishingiz kerak bo'lgan xatolar haqidagi videoyimni demak men tugatdim va yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa, iltimos kommentariya qoldiring. Qanaqadir savollar bo'lsa, javob qoldiring. Balkim keyingi safar videoga qo'shaman o'sha savollarni va video tariqasida chiqaraman. Foydali video bo'lgan bo'lsa, o'rtoqlar, kommentariy, like, podpiska va duo qilib qo'yinglar. Duo oltindan ham qimmat deyishadi va duo haqiqatdan ham ishlarni yuritadi. Yana yurg'izadi va men ishonaman va bu chunki meni hayotimda ko'p bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Latviyadan, Rigadan 20-iyunda Milliy kutubxona, Latviyani Milliy kutubxonasidan kelolar sizlar bilan bo'ldi. Latviyaga o'qishga topshirishga, birgalikda Latviya universitetlariga, Litva universitetlariga, Yevropaga o'qishga topshirish uchun menga Telegramdan yozinglar. Telegram описаниеda qoldirganman. Men o'qishga обязательно sizlar bilan birga viza, dokument, o'qishga topshirish, universitet tanlash barchasiga yordam beraman. Xayr-xayr.